Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzo Ulug'bek rayon Temur uchastkasida joylashgan 5 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat. Xonalari soni 7 ta. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Podol birinchi va ikkinchi qavat. Imoratda butunlay podol qilingan. Hozir video davomida bu joylariga ham tushib to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Demak, elitli mahallalardan bittasida joylashgan, Navesda tagida bitta katta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan va hovliga kirish uchun avtomat darvoza va uni oldida alohida yana eshigi ham bor. Zina orqali tepa hovliga ko'tarilganimizda bu joyda zeleniy zonasi bor va hovli qismida 6 ga 3 razmerda basseyn joylashgan. Shunaqa chiroyli fasad ko'rinishiga ega bo'lgan imorat ko'tarilgan. O'ng tarafimizda hovli qismi uchun hojatxona va uni oldida kotelni joylashgan. Bu joyda kotelni hovlida joylashtirilgan, sababi pajabniy bezopasnost va yana podol qismidan ortiqcha joy egallamasligi uchun. Ikkita durkonturli kotel va uni oldida suv uchun boiler joylashgan. Demak, hovli qismi uchun hojatxona, uni oldida kotelni bo'ladi. Bu joyda Navesda tagida yozgi oshxonasi bor. Barbekyu zona, ikkita qozon o'choq va rakvina o'rnatilgan. Bu Navesda tepasida ochuv terrasasi bor. Hozir video davomida bu joylarga ham chiqamiz. Demak, imoratda ko'rinishi shu bo'ldi. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat va xonalari soni 7 ta. Tug'u qismlarida granit ishlatilgan. Uyga ichiga kirganimizda birinchi qavatda oshxona, zal, yana bitta katta xona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va ikkita sanuzeli bor. O'ng tarafda oshxona uchun mo'ljallangan xona. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Domofonlar o'rnatilgan. Chap tarafimizda uyga kirishimiz bilan 7 ga 5 razmerda zal joylashgan. Patologlarning balandligi 3,5 metrni tashkil qiladi. Pardalar ilingan, lyustralar ilib qo'yilgan va har bitta xonada terma regulyatorlari bor. O'zingizga xohlagan temperaturani, ma'qul keladigan temperaturani belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Bu joyda koridorda ilingan lyustra. Chap tarafimizda hozirgi ko'rsatgan xonamizdagi yana bitta xona joylashgan. Va bu joyda shkaflar ham yasatilgan. Bu ikkinchi xonaning ko'rinishi bo'ldi. O'ng tarafimizda birinchi qavat uchun umumiy sanuzel bo'lyapti. Bede, unitaz, rakvina va vanna joylashgan. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonani ichiga kirib kelamiz. Bu xonaning razmeri uzunasiga va eniga 4 metrdan. Qo'shni devordan 1,5 metr tashlab imorat ko'tarilgan. Bu joyda yana alohida joyi bor, garderob uchun ajratilgan. Va shu xonaga tegishli bo'lgan alohida o'zini yuvinish xonasi joylashgan. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichidagi sanuzelni ko'rinishi bo'lyapti. Har bitta xonada konditsioner bor. Grey brendiga tegishli inverter konditsioner, ya'ni ovozi chiqmaydi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Eslatib o'taman, birinchi qavatda ikkita 7 ga 5 razmerdagi xona bo'ldi. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida alohida sanuzel bilan birinchi qavat uchun umumiy sanuzel va oshxona joylashgan. Bu joyda ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Mana shunaqa chiroyli zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan. Bu joyda ko'rsatayotgan joyimizdan balkon qismiga chiqiladi. Ikkinchi qavatdagi hovlining ko'rinishi, havosi toza joylar va bu joyda yana ochuv terrasasi ham bor. Ochuv terrasaga hozirgi kiradigan xonamizdan chiqiladi. Koridorning oxiridagi chap tarafdagi xonaga kiramiz. Bu xonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Mana shu eshik orqali ochuv terrasiga chiqiladi.
Bu joyda 7 ga 5 razmerda yana bitta katta xona bor. Ikkinchi qavat uchun zal sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, har bitta xonada konditsioner. Katta oyna romlari oldi hovliga qaragan. Birinchi qavatda joylashgan xonalari ikkinchi qavatda qaytarilgan tevasi. Mana birinchi qavatda ikkita xona bir xil razmerda tushganini, mana ikkinchi qavatda ham xuddi shunaqa xonada joylashgan. Bu xonaning razmeri ham 7 ga 5 razmerda. Ko'rib turganingizdek, katta xonada joylashgan. Ikkinchi qavatda umumiy 4 ta xona bor. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzelning ko'rinishi. Bu joyda 4 ga 4 razmerdagi xona, yotoqxona uchun mo'ljallangan, alohida garderob uchun joyi bor. Va bu joyda shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta xona, 2 ta sanuzel bo'ldi. Endi imoratda podval qismiga tushamiz. Podval qismida 3 ta xona joylashgan. Bittasi yaxlit xona. Mana shunaqa ko'rinishda va undan tashqari yana 2 ta xona joylashgan. 2 ta xonadan bittasi basseynning filtrlarini joylashtirish uchun xona mo'ljallangan. Basseynning filtri bu joyda stabilizatorni o'rnatib qo'yilgan. Bu katta Svobodniy planirovkada turgan xonani yarmini trenajyorniy, yarmini domashniy kinoteatr qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ko'plik pollari o'tgan va yana bitta kichikroq xona prachka uchun ajratilgan. Bu ko'rsatgan uyimiz Mirzo Ulug'bek rayon Sentron uchastkasida joylashgan 5 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat. Xonalari soni 7 ta. Bu uy narxini opisiyaga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99 856 70 80 raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.